Azizlar, diqqat qiling. Siz kutgan jarayonlar yaqinlashmoqda. E'tiboringiz markazida Turan boylari jamoasi. Marhamat. Muxlislarimiz chiroyli, ma'noli, qofiyali salomlash olamiz. Hadi, ketdi! Assalomu alaykum Zabardast. Baquvvat. Tosh ko'tarib qachon bo'lsa ham. Lekin qizini chizgan chizig'idan chiqolmay yurgan. Bo'ldi! Ko'zlari charroz, lablari gilos, sochlari sumbul, yigiti dumbul, qizlar. Assalomu alaykum. Ertalab turib sochini taraydigan. Bir kunda 5 mahal oynaga qaraydigan. Lekin ko'chaga chiqayotganda yigitda xotinidan ruxsat so'raydigan. Bo'ldi! Assalom deganda. Assalom deganda. Assalom deganda. Voy ha! Aliga qo'sh keladi akalar. Assalomu alaykum. Meni yubkanani kiyib olib, mashinani orqa o'rindig'iga o'tirib olib, Shopir aka oynadan qaraganda, deb shopirlarni qiylaydigan qizlar. Bilasan bu yerga kimlar yig'ilgan? Kimlar yig'ilgan? Turonim man degan qizlar yig'ilgan. To'g'rimi qizlar? Jasur, men tengi qiz bor. Endi oldiniga tengi bo'lganda shu paytgacha erga tengi darim deyman. Bolalar. Kecha o'qishga kelsam, bittasiga qarab shakarop deydi. Kechi? Jahlim chiqib bunga o'xshagan kachovga chaqirdim. 5 minut ishlarga dardarasini chiqarib urdi. Keyin nima bo'ldi? Keyin hali qizni burnini qarab yig'lab ketdi. Qizzaganingizga. Kecha sevgan qizim bilan gaplashib o'tirdim. Bugun biz uyga hech kim bo'lmaydi dedi-yu. Va bo'lsam bo'lib oynaga qarab sochlarini tarab bordim. Keyin borib eshik qo'ng'irog'ini zing bosdim. Keyin shikayatdan hech kim bo'lgan turib qaytmaydi. Jasur aka, qizzaganingizga menga bir ajoyib maqom keldi, eshitdingizmi? Mana oz o'rganib, dono bo'lib, ko'p suv ichib yotsang kechqurun daryo bo'ladi. Voy akalar, mendan bitta yomonam bor. Bilmaganni so'rab o'rgangan olim, shikafni ichidan chiqib, onalarga ukalar deyman degan olim. O'zingga ehtiyot bo'l. Yigitingdan to'yganma. Voy, yaxshi. Pak bagana bo'yi bor. Zato Turon o'qiyman. Voy, Turon deganingizga. Mana esanimi o'qishlari boshlab oldik. Ustoziga gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat, juda ham yoqdi Turon. Sizlarga qanaqa bo'lyapti Turon? Zo'r. Zo'rdan gap. Kontrakt nima qilib to'lading? Bilasiz. Bekorga Turon boylar deyilmagan. Pulda umuman bo'lmaydi. Bilasiz, 25%, 30% eshitdi-yu. 100% ni oldindan to'lab qo'ydim men, bilasiz. Odil aka, Jasur akani bilasiz, o'zi aldovchilar. Quloq qalamonni ilarlar, to'lamaganlar. Aytyapti, o'ziga kontrakt to'lagan. To'lamagan. Yo'q, aytmayapti, to'lagan. Aka to'lamagan. Voy, to'lagan. Kerak. Chaqirdimi? Yo'q, anaqa kontrakt haqida gaplashib turdik.
Odiljon, Ha. Jasurbek kontrakt to'laydimi, to'lamaydimi, lekin Turonda to'lagan bitta. To'g'rimi? Tekis yuraman, yana Turonda bitta ish. Siz umuman kulmang. Tushundingizmi? Umuman kulmang. Nega? Repetitsiya kelmagan bo'lsangiz, Hop. jamoadan haydaldi garchi. To'lagan. Bugun buni haydasiz. Ertaga buni haydasiz. Ertaga vaqtim yo'q. Indinga buni haydasiz. Yo'q, indiga vaqtim yo'q. Qancha vaqtingiz bor o'zi? 25-larga. Ha 25-larga buni haydasiz. Keyin meni ham haydayotgansiz to'lagan. To'g'rida. Shu 2 kun kelmaganimga meni jamoada haydaysiz-da. Ke haydaldi, boraver. İtardimi? Bugün bunu itarsınız. 25'larga bunu itarsınız. Keyin babir beni haydayıp yazsın. Bola, sizlar hazırlaşdim. Korktu var bizim. Nega chiqib oldi ya mana. Ha. Turon tarixida ilk marotaba ma'naviyat tomonidan Qiviza jamoa shakllanib, konsert beryapmiz, to'g'rimi? Keyin qarang. Universitet bizga bekordan ishonib 15 million pul ajratgani yo'q. 15 milyon. Ha? Bir qanday qilsa 15 milyon futbol olmoqchini tushunib ololmadim. Siz gapirmang Odiljon. Kecha bugun somsa yedingizmi? Jasurbek, siz hamma bezga suv ichaman desang, achib ko'rdim, magito ichaman dedingizmi? Nasirjon, siz qo'yavering. iPhone to'lagan. Birinchi kursdan beri Redmi ishlatyapman. 2 kunda iPhone'mi? Odiljon, kecha bugun somsa yedingizmi? Assalomu alaykum aziz talabalar, ustozlar va do'stlar. Bugun zalimizda shunaqangi kuchli kayfiyat, shunaqangi energiya to'planganki, o'ylaymanki qo'shni auditoriyada o'tayotgan professor ham o'zini tuta olmay kirib keladi. Tayyormisizlar? Endi esa ilk sahna ko'rinishimiz taksidagi holat. Marhamat. Aka Turon kashab qo'ying. Chiqing. Voka, hidoyatsizmi? Voy 50 771 62 20 deyishim kerakmi? Voy, aka Turonda o'qiyman, namcha. Ben kelleyni oturaldı ko'rinmayapti ya. Keyingi sahna ko'rinishimiz ona-bola suhbati. Marhamat, tomosha qilamiz. Xo'p, bolam. Mikrofon ishlamayapti. Men sizdan xafaman. Voy, nimaga bolam? Ha? Jamni doim farishta degandiz. Ukam farishta emas ekan-ku. Ani yosh bolaning gunohi bo'lmaydi, shunga farishta deb ataladi. Ha, unda nimaga uni balkondan tashib yuborsam uchib ketmayapti-yu. Voy, bolam. Bilamizki bozorda kulguli voqealar ko'p bo'ladi. Ana shunday voqealardan biri. Marhamat, tomosha qiling. Assalomu alaykum aka. Hormat. Yaxshimisiz, charchaman. Nima bo'lishmi? Aka 5 mingdan shuni oling. Nozira joy borib kelaman. Shashatdim-da. 4 ming beraman, unda 4 ming. Yaxshi narxi 4 ming. Bering aka, deyapman, shoshyapman deyapman jon aka. Shoshyapsizmi? 3 ming beraman, unda pul ozroq unda 3 ming. Yaxshi narxi. Bering aka, shoshyapman deyapman, jon aka bering. Shoshyapti. Aka 2 ming beraman, boshqa pul bo'lmayman deb olaman. Bormi?
endi 5 mingdan bir tiyin kam yo'q endi, borar endi. Assalomu alaykum. Mana biz bugun Namangan viloyatidagi muzqaymoq sexiga keldik. Operator iltimos. Muzqaymoq sexiga keldik. Endi esa bir ishchilarimizga yuzlanib o'tsak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tomoningizga nima qildi? Ha, ertalabki ham muzqaymoq, obedga ham muzqaymoq, kechga ham muzqaymoq. Ovoz yo'q ketgan. Demak, tomoningiz og'rib qolib, ovozingiz ketdi. Uni sizni qiynamagan holda keyingi ishtirokchimizga o'tamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Voy, sizni ovozingizga nima qildi? Bizniki ham ketdi. Sizniki ham ketdimi? Bizni butun O'zbekiston kuzatadi. Bizga esa muxlislarimizga ovoz tushunarli bo'lgan bir inson kerak. Bu yerda rahbar bormi o'zi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Eshitishimizcha siz bu yerda rahbar ekansiz. Ishchilaringizga nima bo'lgan? Muzqaymoq yeyverib ovozi ketibdi. Siz o'zi bir yilda qancha daromad qilasiz? Xo'p, kayfiyat tushmagan holatda biz davom ettiramiz. Kayfiyat yaxshimi? Olqishlab turinglar, qarshilar, ha. Hop. Endi tasavvurni kengaytirib ko'ramiz. Zamon rivojlanib, kameralar o'tiribdi, kameralar. Shuni ko'zga o'rnatilganda qanday bo'ladi ko'ramiz, ha? Ketdik. Yo'q, muxlislarga olib qo'yasizlar-ku. Yaxshi, bo'ldi, bo'ldi. Bozor mavzusidan uzoqlashmagan holda bizdagi sahna ko'rinishimiz yana bozordagi holat. Marhamat. Odamlar kelib qolinglar, mana kartoshkalar zo'ri keldi, nana kartoshkalar keldi. Kelib qolinglar, savzilar keldi, mana savzi, suvli savzilar. Kelinglar. Olib bo'lishdi. Kartoshka, sabzi. Mana turib suvli keldi. Va kelib qolinglar. Voy, savzi keldi, mana kelib qolinglar, mana suvli keldi, mana. Ertalabdan beri mana keldi. Birorta sot keldi. 3 ming so'm. Uni ham ishlatib keldik-ku boya. Voy, zo'r idea keldi. Keyin mana ketdi deymiz. Klientlar ko'rib, "Bular ketib qolarkan" deb o'tsa. Tukab qolyapti. Kelib qolinglar, mana kartoshkalar zo'ri ketdi, zo'r. Voy, kelib qolinglar, suvli savzilar ketdi, mana patallatib ketyapti, mana kelib qolinglar. Voy, kelib qolinglar, mana kelib qolinglar, mas ketdi deylar desa yana adashmaysiz. Nimaga adashyapti? Mana qarang. Qarang. Ketdi, voy, mana turib ketdi. Azizlar, yana bir bor tasavvur qilib ko'ramiz. Yer yuzida umuman g'iybat degan narsa bo'lmaganda qanday bo'lardi? Marhamat, tomosha qilamiz. Qo'yma, chidolmayman. Ikkita bolasini aziz kelib qoldi mana. Biz davom etamiz. Keyingi sahna ko'rinishimiz Ikkinchi jahon urushidagi holat. Marhamat. Yur do'stim. Yur yostam meni tashlab ket. Yo'q, tashlab ketmayman. Yur. Do'stim tashlab ketmasang. Yo'q, men seni tashlab ketolmayman. Va'da berganman axir. Do'stim tashlab ket. Yo'q, sen ham urushga borasan. Yur. Biz davom etamiz. Endi esa qaysidir hokimiyat oldidagi bo'lgan voqea. Marhamat. Ya, hokim, yangi aholi oldingizmi? Bilmadim, olib ketishyapti. Kayfiyat tushyaptimi? Endi esa navbatdagilar uni osmonga ko'tarishadi. Marhamat, keyingi sahna ko'rinishimiz Turan medtexnikum talabalari operatsiya qilganda qanday bo'ladi? Marhamat, tomosha qilamiz. Skalpel. Ampol.
सजा के रखना ओ हो सेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना सेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना Aziz do'stlar, chiqishlarimiz so'ngida nima demoqchimiz? Birinchi shart. So'ngida nima demoqchimiz? Uzum daraxtidan so'rashibdi. Sen ikkinchi qavatgacha chiqa olasanmi deysa, uzum daraxti ha deb javob beribdi. Uzum daraxtidan yana so'rashibdi. Sen 5-qavatgacha chiqa olasanmi deysa, uzum daraxti ha deb javob beribdi. Uzum daraxtidan yana so'rashibdi. Sen 10-qavatgacha chiqa olasanmi deysa, uzum daraxti ha deb javob beribdi. Kelinglar do'stlar, Shavkat Mirziyoyevday tayanchimiz, Turon xalqaro universitetida suyanchimiz bor ekan. Kelinglar do'stlar. Oyga chiqamiz. Uchinchi shart uchun yotoqxona mavzusiga qo'ndirishdi. Demak, ko'ramiz. Turon yotoqxonasida Turon boylari jamoasidan sahna ko'rinishi. Marhamat, tomosha qilamiz. Qizlar, yigitim SMS yozibdi. Kelyapti ekan, tezlashaylik. Mehrinso, bo'yini termasdan olib qo'ygin narsangni. Bak senda hech narsa yo'q-ku. Kecha ham yozgan sumkani berib tur, o'rta. Yana so'raysan. Nima bo'pti, berib tur, o'rtamiz-ku. Rahmat. Hadi. Berolmayman. Mujik bu. Bermasang berma, qizg'anchiq bitta tufliymi? Tufliymi-da. O'tirib salon dekorchilar kartani o'ynab. O keldilar. Universitetimiz babliga. Hozir ham hoyna-hoy uchrashuvdan kelayotgan bo'lsangiz kerak. Shu lekin Jasur aka bir narsaga hayron qolmandi. Bu Odil akaga qarang. Na bir bo'y bo'lmasa, pul bo'lmasa, mashina bo'lmasa, qizlar nimalarga uchoradi hayronman-da shu. Jiva. Yosh bolasan uka. Udobniligini qarang, udobnik. Qarang. Qiz bilan bog'da ketyaptilar yengil. Qizni tanish ko'rib bordi-yu. Kim desa, jiyanim dedi, bo'ldi. Ha, cho'linglar. To'g'rini qo'y. To'g'ri o'tiribdilar-yu, choy ichib. Eshik taqilab qoldi-yu. Shuni kirib kelsa boru, shkafdagi vup, divandagi vup. Ko'laman, shikaman. Qo'y. Ichma bu jinni. Bo'lsa bilasan, bo'lsa. Yurib borasan.
tushirmaydi. Ayiqcha bitta-ku, bitta. Qizlar, men yomon qo'yli hech bo'lmasa qarindoshlik gruppasiga tashlayman. Pardon, ochib qo'yaman. Voy bola halyapti. O'tiribsizlarmi? O'ynamay aytaman. Jasur aka, ko'ylagingiz yangi o'xshayapti. Yosh cho'kib turibdi. Aytganchi, voy. Sezib qoldingmi? Juda. Yangi oldim. Ha, u yangi bo'lsa nimaga unda g'ijim? Ya bilmaysanmi? Turetskiy, bu Turetskiy moda qachon? Turetskiy bo'lsa qachon bo'ladimi? Basharam Turetskiy deyman-a. Ko'ylar, soat qara, soat, Casio, yangi oldim. O'g'ladingizmi sizlar? Jasur aka, pulimni oldim. Keling, sizga aytaman. Yig'ilov. Qanday to'layman, qiynal yuruvdik. O'g'lamaganmiz pulni qayda? O'g'irladim. To'g'ri. Endi hozir qarab turing-da. Qizlar, rasm qochib ketmaydi. Tezroq sharhni yopaylik, istoriya olaylik. Kechqurun 12da bandolarda istoriya. Rostdan 12 bo'lib qolibdi. Sharhni yopaylik, gugurtni berib olgin. Mana to'ladingmi? Gugurtjon. Nima qilamiz? Bolalarga chiqib ketlar. Yozing, yigit yoshlar. Ular yosh katta. Kel. Don, Zeki. Salom. Bitta Salom qiz. Bittadan so'rab chiqqandim. So'ra. Yogurtni ustiga qotib berib turinglar. Yogurt nima qilasiz? Yogurt nima qilardi? Sigara chekasizmi? Sigaret tashlaganmiz, nosib o'tganmiz. Qaytib qizlar bilan sevishmayman. Qarshi to'rtimiz bor edi. Shamni yoqish kerak. Yogurtimiz ustiga qotdi. Tug'ilgan kunimi? Gitara olib. Qo'shib o'ptir, aytmaysiz, bilasiz. Mana gitaralar bor. Romantika. Kechmas ham ya. Chiqaring. Bizga gitara. Qizlar, bola kelyapti ekan. Yangi nishonlaymiz. Voy yaxshimisizlar qizlar? Dasturxon. Tug'ilgan kun shu qani dasturxon yaxshi emas-ku. Aka kecha sessiya bo'luvdi-ku. Ha. Ikkita fandan yig'ilib berdik. Paftorga to'lov qiluvdik, tug'ilgan pul tugab qoldi. Tug'ilgan pul bo'lmaydi qiz. Apma. Bizda ko'la bilan shikolat bor. Qizlarga beramiz. Yeydi, ichadi, hech bo'lmasa kim o'zi. Keyin qizlar o'g'il Aytdim uni qarang. voy akalar. Qo'lani oldim. Kitob aqldan bor ekan. Biz paqalatishmaymiz u. Menda paqalatadi. Paqalash bo'yicha birlar. Yo birmas. Yo birsiz. Yo birmas. Voy yo birmas. Aytdim paqalash bo'yicha birsiz deb. Ona nima bu? Bol, hozir. Voy. Nima tug'ilgan kunni boshlaymiz, ha? Soat 12 bo'ldi. Qani? To'rtmas bu ko'roq kishi. Birinchi marta yo'qishdi. Tezagi to'lov qilganmiz. Qani o'chiramiz. Keldi. Happy birthday to you. Happy birthday
O'zgacha qizlar trend qilishdi. Trend olishni hozir ko'rsatib qo'yaman. Trendni zo'rinicha bolalar qiladi, qarab turinglar. Sheymi. Ketdik, qani? Sensiz yotaman. Voy, pishdi. Bo'ldi, pishdi. Hozircha trend qildinglar-da. Orqamachisiz. Vahshiy yemadi. Muxlislar vahshiy baqirgan yo'q. Yemadi. Mana hozir sizlar ko'rsatadi trendni. Qarang. Yaxshi bu qizlar. Masina suyib. Men mahbus 786 yotoqxonaning 4-etajidan ma'yus boqaman. Ko'nglimni ezar mana shu qiz sog'inchi. Nima bo'lsa ham shu qizni sevaman. Men Zarafadan yotoqxonadan chaqdan ma'yus boqaman. Hozir abidni qilib bo'lib chesnu kelgandim. Ish qilib mana shu qiz sezib qolmayaptimikin ha? Voy, nima narxida chiqyapti? Chesnu kelganmi? Ana sezdi-ku. Endi nima bo'ladi? Mayli, nima bo'lsa ham endi mana shu sariq qiz bilan taqdirga tan berib, o'zimga tan berib shu qizni olaman va bizdan sariq bola pizzalari chiqadi. Shuncha yashadim, o'ynadim, kuldim. Endi kimniyam degandim, mana shu bolaga. Rahmat, tamom. Kimsan senlar? Ya ben senlar ha? Senlarning ota-onam o'qiyapti, yurib senlar sevish yuribsanlar mana endi. Ya? Mayli, endi trend olgan desam, sevish topdi. Mayli, bu yoshlarni boshiga bitta qilib qo'yamiz-da. Ustozimiz chiroq duo qilsin, mana shu to'yni qo'rsin, ha? Nima dedinglar? Atamayda duo qor, ilohim, qani oching. Amin, ha? Ayting. Voy, yomon iltifotlisiz-da domla. Mana, amin.
2 yosh baxtli bo'lsin. Allohu akbar. Bu yerda keling. Tanishtirsam o'zimni. Asli o'zbek o'g'liman. Ismim Erur Jasurbek. Turonning talabasiman. Rahmat. Endi mana jibriqlar to'yini qilish uchun sahnada endi dekoratsiya kerak bo'ladi-yu. Endi bizga nima kerak bo'ladi? Xonda zo'ri xon, to'g'rimi ustoz? Xonni olib chiqdi nimaga? Abga. Xonni olib keling. Xonni olib kelamiz. Ustoz qo'yamiz. Yaxshi. Ana. Tota. Bu yoq buncha qo'ychi. Bu yoq qo'ychi. Yangi qish qo'yma bu yoqda odam. Bunaqasi. Yaxshi. Bu yoq bo'lmadi. Bo'lmadi. Bu yoqda qo'ychi. Qo'yaqni nara burchak. Qo'ychi. Mana. Ya, bo'lmadi. Biliston? Biz chiqing, qo'ydiring, chiqing. Yomon domla. Voy, soch qo'ydiring, ammo darsi endi qo'ymayman unda. Endi hozir bizga kerak bo'ladi, nima kerak bo'ladi? To'y ko'rib hofiz, to'g'rimi? Ovqat yeb kengiramiz, hofizlarni chaqiramiz. Hofiz, bu kishiga men sto'kalarni qo'yib beraman men. Hofiz bu yoqqa. Qayga dars bor, bo'pti, bosori. Qani? Bo'pti. Endi olmasi keladi endi, mayli. Bu olmaydi shekilli. Hozir. Qachon turadi sen? Hozir uni telefon kelyapti. Hofizga ish qilaman deb o'ylamoqman. Ras. Qari, boshqa. Mahmud, qari. Joyiga tur. Boshqacha charjardi oldilar. Endi chiroyli to'ylab borib bossangiz keling, yo taklif qo'ysak-a. Qani ketdik. Mo'ylov, davlat to'g'risida hamda o'g'il qizlarga teja rahmat. Endi Mashid qancha raqasi tilamaydi. Mashid o'tirgan muxlislarga bir ustoziga bir chiroyli kelin salom qilib qo'ysalar. Ha, nima deysiz? Hofiz? Tayyormizmi? Tayyormiz. Qani ketdi bir chiroyli kelin salom qilib qo'ysalar. Qani? Ha. Qani tinchimisiz? Repetitsiya qilyapmiz. Молодец. DJ zo'rda bizda. Boshqa qara. Qani? Yo, mash joyi kiyma qoldi DJ. Yaxshi. Demak, agar zerikib qolgan bo'lsangiz, men sizlarga she'r aytib beraman.
Bir tulporim bor edi, beklar unga zor edi. Og'aynilar ot menga ham do'st, ham yor edi. Yo'lin o'psam tiz cho'kib kaftimdan suv ichardi, cho'q desam yer chang etib osmonlarga uchardi. Uyimizga bir oqshom qarindoshlar to'lishdi, to'y bahona otimdan ayirmoqchi bo'lishdi. Otam, yigitsan o'g'lim, uylanmasang or dedi. Qiz yarashar pichoqqa, otga nima bor dedi. Ot oldidan boshlandi chimildiqqa yo'lakcha, kechir yorim maqlay, otga mehrim yo'lakcha. Soldim ikki ot aro go'shangada dildorim, kelin kelgan kechadan arasladi tulpori. Rahmat sizga, rahmat. O, qarsinglar, rahmat. Ha, o. Men yasharingiz saqlab, hofiz. Keling endi hofiz bunchakka turingchi. Yaxshi. Qani endi ustozlar, keyin salomimizni qabul qiling. Boshladi-yu, boshladi, kelin salomni boshladi. Boshladi-yu, boshladi, kelin salomni boshladi. Qabul aylang mehmonjonlar, sizga salom yoring. Qabul aylang muxlisjonlar, sizga salom yoring. Yor 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 yor, sizga salom yor yor. Kontraktka to'lagan, baftorga ham to'lagan. Kontraktga to'lagan, baftorga ham to'lagan. Qizchasi abitlanaman desa pulni ham to'lagan. Bolalarimizga salom, salom, salom. Kelin salom yor yor. Qabul aylang Turon mushuklar, sizga salom. Bo'lmagan qizlarimizga salom, salom, salom yor yor. Kelin salom yor yor. Qabul aylang Turon malikalar, sizga salom yor yor. Mashinalarni minib olgan, oylik katta olgan. Mashinalarni minib olgan, oylik katta olgan. Yakunida talabalarni qiynab olgan. Ustozlarga bir salom. Qabul aylang ustozjonlar, sizga salom yor yor. Salom, salom yor yor. Kelin salom yor yor. Qabul aylang Ahad xondon, Sardor bedom, Ata bedom, Shohjahondon, barcha ustozlarga salom. Raktaga dum dum tan. O'tiraylik joylariga qarang. Baxt so'zdan bo'la olib, baxtli bo'lingiz. Baxt so'zdan ana olib, ahil bo'lingiz. Baxt so'zdan him olib, hammaga baxtli bo'lingiz. Baxt so'zdan tin olib, Turonda o'qingiz. Endi ertaga paydaman. Kuyov bola aqllik, kelin bola ham aqllik. Oxiri tinchlik bo'lsin, aqllilar dunyoga kelsin. Kuyov bolamiz aqlli jo'rasiga navbat beramiz. Marhamat. Li. Nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Gapir. Akajon nima deyapsiz o'zi? Kimsani? Ha, bizlar yo'q o'tganda li 9. Nima? Nima deyapsiz? Li 9. Matizga tortmayapti. Turishini ko'rmayapsiz, turishim eski. Ha,
Hay biz o'sha dunyoga mashhur Lo hamda Limiz. ya'ni Lo'larimiz. Mayli endi mana voy voy. Hayberdagi odamni ko'rdi u. Hammasi mani ko'zimga pul bo'lib ko'rinyapti. Mana oldi qatori qarang. 200 mingtalik-ku. Voy voy. Ana ikkinchi qatordagilar 150 minglik. Uchinchi qator 100 minglik. Orqa biz pul beramiz ularga. Lekin kelib adashmanglar bu yerga. Hamma pul shu yerda yo'q. Demak, bulardan pul yig'ishni boshlashimiz kerak. Demak, hamma pul. Hey, lekin hozir Seni boshqa dodasiga olib kelaman. Qani? Mana bu tekshirni ko'ryapsanmi? Ko'ryapman. Hay bu tekshirni taniyman, boshqa biladi. Hozir boshqa uncha o'qituvchilarda yo'q. Erkak o'qituvchilarda deb aytsam, chiqaring, chiqaring, bering, aychi. Voy shuncha pulingiz. Hadi, opa. Ey, shuncha pulingizni shu bermaysizmi? Bu ham kontrakt o'qiydi, apo. 21,5 million. Ana. Shu qo'rqoqmi? Voy voy. Qizilisi. Oxir 2 million ekan, boshqasi borapadi. Mayli. Qolgani plastikda, ishonmayman. Mana. Balki dekoratsiya to'xta. Turon qaysi turibdi-ku? Mana qizni qarashtirishtirligini qarab bu qizni. Shuncha vaqt ekanimizga bering hay. Bering opa. Bermaysizmi? Bering opa. Chiqoqda kelyapti mana. Yana gapiradi. Qizim, Mani zo'rlab maqta beringlar. Bitta maqta beringlar, keyin qistiraman. Hay bu qiz ko'zlaridan chek ko'rgan. Siz birinchi qistiring. Keyin maqtangiz. Qani 10 million. Voy. O meni unaqa yaxshimiz ko'p bo'ladi. Maydamiz yo'q bizni. Zid. Bo'lishib olasizlar ikkovinglar 5 ming. Mana bu tomonga yuraylik. Mana. Haydildora. Chiqar haydildora. Ya, stipendiyada kecha stipend plastikka ko'rdi. Chiqar. Stipendiyadan bering opa. Turyapsan, chiqar ha. Haydildora. Ana gulingizdan oqib chiqadi. Bunaqa pulni biz emas, opizlarga berish kerak. Shamol aylantiradigan bo'lmas ekan bu. O'sha dildoralardan faqat shunaqa pul chiqadi. Zo'r teacher topdim, yur. Pul olib keldi. Ayolni teacher. Qo'tingiz orqasidan Pulni koniga tushding. qani? Buxgalterlarmi bular? Bering domla. Sizlar bizdan boysizlar-ku. To'g'ri, domla to'g'ri. Kim aytadi sizni Apo bering, tezroq bering. Bermaysizmi aka? Unday qilib so'ramaydi. O'rgan mana bundoq qilib. ikkitamiz teacher. Hay qizlarini bering. Shuncha darsa tutib olgan biz oldimizda bo'ladi domla. Sizlar bilan muloqot qilish oson emas. To'g'ri, lekin bu Bizda bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Bu yerga UBS talabalari kelgan, yuragi qiynaydi. Bizda sirtqilarniki 12 million, bularda 9 million. Bizda 21,5 million, bularda 16 million. Akajonlar, kelinlar, puldan beringlar. Biz ham boyaylik, aka. Uncha bering demaymiz, turishimizga qarab bering. Salomat. Asadbek aka berasizmi yo'qmi? Mikrofonni beraymi? Pulimiz zo'r bo'lganda Turonda o'qirdinglar. Mana yiqqan pullarni berib yubor. Hozir kontrakt to'lab kelyapman. Mayli, rahmat kelishganiga. Endi mana bu ikkita bachani qarab o'tirishini. Bulardan pul chiqadi deb o'ylaysanmi yo'qmi?
chiqmaydi-yu. Yo'q, chiqadi. Shunday domlalardan chiqmagan shulardan chiqarmidi. Voy, Turanlı bolları müzik bering aka. Bering, karta bol. Zamonaviy lo'lilar, hay. Bering. Odamlar shunday qilaverib, orada keyin karta oldik. 86 lo'li, 47 o'rniq, 1999 2003. Ebe hayvana bakasına qara sochlarini Rapunzelga oshqaydi. Qaybuni senga topshirdim. Qizlar bilan chiqish olmayman. Haymayli pastroqqa yuraylik. Mana bu joyda men Adhamjonni ko'raman. Ichimdagi dardni ko'raman. Adhamjon, o'zingiz berasizmi yo sug'urib olaymi? Bugun tug'ilgan kunlari beraman. Yaxshilab so'rang, aka bo'lmadi. Ming so'mdan. Ming so'mdan akajonlar, iltimos sizlardan akajonlar, Adhamjondan iltimos. Ming so'mdan Adhamjon. Voy, bizni qofiyaga tupurganimiz bormi? Aka taklif bo'lyapti. Ramazonni aytib berargansizlar. Hay, kameraga olmang-da. Ebe Adhamjon, bersangiz bering, yo'qsam iPhone 16 17 ololmay qolasiz, bor-ku. Shunaqangi duo qilaman, ololmay qolasiz, bor-ku. Bering endi. Nega bermaysiz? Uydan olmay qolasiz deyapman, tushunmadingizmi Adhamjon? Sizni duoyingiz tushundingiz. Faqat 9gami, voy. Men qizlarga boraman. Hay, 5 pushtisini bering. 5 pushtisini bering, hay. O'zi ko'p. Mana pushtisini bering. Bunga pushti yo'q-da. Qaymayli bu yoqda. O'zim kreditga olingan, qaytar joyiga. Pulingiz yo'qmi? Chiqqandan keyin berasiz. Uyaltirma haylo. Ebehay, Shohruxbek, Namdodan o'tganlar, bitta qarsagilar bo'lsa. Shunchalik Namangan davlat universitetidan tashab, Turonda dars berayotgan o'qituvchilardan qarsagilar bo'lsa, rahmat aytaman. Rahmat, zo'r chiqdilar, mazza qildi, rahmat. Yaxshi chiqdimi? Rahmat o'zingiz. Bu yerda to'y bo'layotgan bo'lsa, kuyovjo'rani qaranglar, so'ppayib o'tirishni. Men kuyovjo'ra bo'lay birga o'tiraman. Toshiring, siz Qanday kelinjo'ra? bo'ldi. Kelinjo'ra bo'lmaydi, kelin yani. Kuyovjo'rasiga navbat bersa, ikki og'iz yaxshi niyatlarni bildirib qo'ysalar, marhamat. Ariq bo'yda bochiq. Kelinni dugonasi qanachiq. Mana biz bugun Mahfirat dugonamman. To'y yig'ilgan ekanmiz. Saqichga harasib ketyapti. Shu munosabati bilan she'r aytaman barcha qizlar nomidan. U yog'imda tapchika, bu yog'imda tapchika. Hozirgi zamon bolalari kuyib qolgan lampochka. Bolalar chiqib yurib qo'ydi. Endi sizda ham bir tilak bormi? Ha? Ebehay, rahmatulloh. Men seni bilaman. Gulini ham ko'rgansan, Dildorni ham ko'rgansan, bilaman. Maftunni ham ko'rdik, Dildorni ham ko'rdik, bilaman. Lekin aytmayman. Rahmat. Ya ciddilar be, ya ciddilar. Shamol tebratar, shahon bulutni tebratar. Bulut yomg'irni tebratar, yomg'ir maysani tebratar. Maysa biyani tebratar, biya qimizni tebratar. Qimiz kuyovni tebratar, kuyov kelinni tebratar ya. Ommaviy raqsga navbat beramiz,
bo'ldi. Yaxshi. Xo'p endi yanada chiroyli qo'shiq bo'lsa, masalasi kuymayver. Chiroyli o'ynab beryapti. Urush chiqadi, aytdi. Xo'p, bayram ketdik. Qani ketdi DJ, qo'shiqdan qo'ychi. Meni iPhone'im qani? Lo'la! 786 ni qo'shsam 700 ming chiqadi. 1,26,000 ishlanibdi. Endi undan seni do'layam necha ming so'm. Mana meni chiqadi nima bu? Ana bu telefon bu, iPhone bu. Kalkulatorda foydalanib yotibmiz-ku. Tomiga ketganmiz seni, qanaqa kalkulator telefonimi bu meni? Pulni olganda kissaga sol. Hay. Buni o'zimiz borligimizda solasan. Kissanga sol dedi. Ashimdoq bo'lsin. Hozir qara. Tur. Ekvar degan tur. Tomiga ketmayver, tur. Bitta kel gashayam qora ko'z ustaysan. Kelib jitir o'ynaysan, kelib ha. Nima raqqosa qilib sevding? Sensan, raqqosa. Bas qilolmasang qo'yacaq. Qilyapsan hammani. Tomiga ketmayver. Siz. To'g'ri, tomiga ketganmiz endi shuncha odamni biz ko'ramiz deb kirdi. Ustozi Qurbat kirdi bizni. Akini chiqmiyor. Nima bo'lyapti? Tomiga ketmayverga to'yingiz edi. Jinni bo'lib qolganmisan? Jitir qilasan. Qanaqa bo'lyapti bu? Kechqurun bilamiz. Hozir makinachi. Siz nima qildingiz? Kim?